Mana shu effektni qilamiz. Bugungi vazifa mana shu. Bu ishni qilishimiz uchun bizga potentsiometr va 10 ta led kerak bo'ladi. Xo'p, biza qiladigan ish mana bu yerda 10 ta led bor, to'g'rimi? 10 ta led. Bizning boshlang'ich nuqtamiz bu 0. Oxirgi nuqtamiz esa 1023. Biz mana shu nuqtalarni orasini 10 ta qadamga ajratib chiqamiz. Har bitta qadamimiz 102 ga to'g'ri keladi. Har 102 son o'zgarganda, ya'ni potentsiometr bizga jo'natgan raqamlarning qiymati 102 ga oshganida bitta led qo'shilib boraveradi. Tushunarlimi? Biz bu yerda shunaqa chegara qo'yamiz. Qachonki son, misol uchun oxirgi led ham yonishi uchun biz aytamizki, qachonki birinchi shartimizda birinchi led qachon yonadi? Birinchi led qachonki 5 dan katta bo'lsa, bizni holat degan o'zgaruvchimiz. Ya'ni 5 dan kichik bo'lsa, oxirgi ledimiz ham o'chadi. 5 dan katta bo'lsa, demak birinchi ledimiz yonadi. Tushunarlimi? Biz buni amalga oshirishimiz uchun if dan foydalanamiz. Biz aytamizki, birinchi o'rinda hamma pinlarni tanishtirib, pin mod yordamida, to'g'rimi? Pin mod yordamida har bitta ledni tanishtirib chiqamiz. Misol uchun 13 ga ulagansiz, uni nima deb tanishtirasiz? Output deb tanishtirasiz. Knopkani nima deb, potentsiometrni nima deb tanishtirasiz? Mana bu kodni nechta led bo'lsa, hammasiga alohida takrorlaysiz. Keyingi kodimiz pin mod A0 ga ulaganman potentsiometrni, misol uchun. Buni nima deb tanishtiraman? Input deb tanishtiraman. Bu bo'ldi tanishtirganimiz. Endi natijani ekranda ko'rib turish uchun xohlasangiz serial begin 9600 yordamida serial oynasini ishga tushirib olib, void loopni ichida serial print ln holat deyishimiz mumkin. Holat nomli o'zgaruvchi yaratib olamiz. Int holat teng bo'lsa, boshlang'ich nuqta 0. To'g'rimi? Misol uchun biz holatning qiymatini loopni ichida har doim nima qilib turamiz? Yangilab turamiz. Demak, void loopning ichida yozadigan kodlarimiz. Void loopning ichida birinchi yozadigan kodimiz bu holatning qiymatini yangilash. Holat yangi qiymat olsin, ya'ni holat teng bo'lsin, nimaga? Biz analog signal qabul qilamiz, to'g'rimi? Shuning uchun analog read. Analog read deymizda qaysi pinligini ko'rsatib qo'yamiz. A0. Bizda holat bor. Biz uni xohlasak serial print qilib ekranda ko'rishimiz mumkin. Tavsiya qilinadi, baribir ko'rib turing. Potentsiometr ishlayaptimi, yo'qmi, bizga necha jo'natyapti, uni ko'rib turish kerak. Uni yozasiz. Undan keyin yoziladigan kod esa if else bo'ladi. Bu yerga barib sig'maydi, shuning uchun buni eslab qolasiz. Sizga tanish kodlar hammasi. Biz asosiy algoritmga keldik. Asosiy algoritm shuki, qachonki holatning qiymati o'zgarsa, ledlar ham birin-ketin yonib kelsin deymiz. Men 2 ta yoki 3 ta led uchun yozib beraman, siz qolgan hamma ledlarga o'shani copy paste qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bir xil bo'ladi, ya'ni. Faqat o'zgaradigan joylarini tushuntirib beraman. Boyagi kodlardan keyin void loop ichiga yozyapmiz. Agar holat nomli o'zgaruvchi katta bo'lsa 5 dan, bu birinchi led uchun tegishli. Agar holatning qiymati 5 dan katta bo'lsa, gulli qavs ochiladi, gulli qavs yopiladi. Biz digital write 13-pinni nima qilamiz? Yoqamiz. Shundaymi Muhammad Yusuf? Demak, agar holatning qiymati 5 dan katta bo'lsa, 5 dan kichik bo'lsa, o'chadi. Qanday o'chadi? Uni biz else ga yozamiz. Aks holda digital write 13
low. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Potensiyometrdan kelayotgan qiymatni tanishtiradi, uni qabul qiladi va uni tekshiradi. Qaraydi. Agar holatning qiymati 5 dan katta bo'lsa, 13-ledni yoqadi. Aks holda 13-ledni o'chiradi. Ya'ni potensiyometr 5 dan o'tdimi, to 1023 gacha bemalol o'chmasdan turaveradi. Tushunarlimi? Mana bu yerda koordinata chizib olaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ta led bor. Mana bu 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4-pinlarga ulangan deb tasavvur qiling. Biz chegara qo'ydik. Agar dedik, bu yog'i 0, mana bu o'rta bizga 5. Tushunyapsiz-a? Biz aytdikki, agar 5 dan katta bo'lsa dedik. Bu yog'i oxiri 1023 bo'ladi. 5 dan katta bo'lsa bo'ldi, yonadi birinchi led. Tushunyapsizmi? Ikkinchi ledga boshqa chegara, uchinchi ledga boshqa chegara, to'rtinchi ledga boshqa. Hammasi shu yoqqa qarab ketadi chegarasi. Tushunyapsizlarmi? Ha? Mana bu yerdagi chegara, ikkinchi leddagi chegara 102. Ikkinchi leddagi chegara 204. Xuddi shunaqa qarab ketaveradi. Tushunyapsizlarmi? 5 dan o'tsa birinchi led yonar ekan, 102 dan o'tsa ikkinchi led yonadi. 204 dan o'tsa 3-led yonadi. 306 dan o'tsa 4-led yonaveradi. Tushunarlimi? Xuddi mana shu formula, faqat mana bu qiymat o'zgaradi 102 ga. Va mana bu yerdagi kelinglar shuni qizilda yozib beraman. O'zgaradigan qiymatlarni belgilab beraman sizlarga. Shablon uchun. Mana bu o'zgaradi. Nima uchun? Bu chegarani bildiradi, to'g'rimi? 102, 204, 306, 102 ni qo'shib ketaverasiz. Mana bu yerda pin kamayib ketaveradi. 13, 12, 11, 10, bu ham pin kamayib ketaveradi 12 ga. Tushunarlimi? Bu 102 ga oshib ketaveradi, bu bittaga kamayib ketaveradi. Nima uchun? Mana bu pinlarimiz bor. 13-led 5 dan katta bo'lsa yonadi. 12-led 102 dan katta bo'lsa yonadi. Tushunarlimi? Hammasida bor, aks holda o'chadi degan narsa bo'lishi shart. Tushunarli? Bular mutlaqo bir-biridan alohida yoziladi. Mana shu if ochildi, yopildi, else ochildi, yopildi, tugadi. Umuman boshqa if va else. Umuman boshqa if va else. Shunaqa yozib chiqamiz. Kelishdikmi? Keling, shu dasturni yozib ko'ramiz. Birinchi bo'lib bizga holat nomli o'zgaruvchi kerak. Holat. Bunda biz butun son saqlaganligimiz uchun oldiga int belgisini qo'yamiz va uning qiymatini boshlang'ich sifatida 0 deb belgilaymiz. Va birinchi qiladigan ishimiz, biz natijani ko'rib turish uchun serial oynasini ishga tushirib olamiz. Serial begin 9600. Bu bizga serial oynasidagi tezlikni bildiradi. Xo'p, ketdik. Keyingisi biz pinlarni birma-bir tanishtirib ketishimiz kerak. Pin mod 13 output. Misol uchun, biz 13 dan boshlab 4-pingacha 10 ta led ulaganmiz, to'g'rimi? Xuddi shuni copy paste qilib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hammasini output deb e'lon qilamiz. 12 11 10 9 8 7-pin ham output, 6 ham, 5 va oxirgisi 4-pin. Biz jami 10 ta ledimizni hammasini output sifatida tanishtirib bo'ldik. Keyingi qiladigan ishimiz, potensiyometr bizga signal jo'natadigan A0 pinni input sifatida e'lon qilamiz. Bu bizga chunki signal yuboradi. Biz bundan signal qabul qilamiz. Tushunarlimi? Bu joyda savol yo'q-a? Ketdik. Keyingisi, ana endi biz void loopning ichida birinchi qiladigan ishimiz holatning qiymatini yangilash. Ya'ni bunga yangi qiymat beramiz. Yangi qiymat qayerdan keladi? Analog read buyrug'i yordamida biz A0 pinidan kelayotgan signalni olib, uni
holat degan o'zgaruvchiga saqlab qo'yamiz har safar loop aylanganda. Tushunarlimi? Va biz uni har safar serial oynasida ko'rib turish uchun serial println holat deb ekranga chiqaramiz. Keling shu joyini o'zida ishlatib ko'ramiz. Buning uchun Arduino'miz kompyuterga ulangan, potentsiometr va ledlar ham ulangan. Port va platalarni tekshirdik, hammasi joyida. Xo'p. Potentsiometr deb saqlab qo'yamiz kodimizni. Va serial oynasini ishga tushirsak, bizga 0 qiymat jo'natyapti. Potentsiometr bursak, qiymati mana oshyapti. 1023, eng oxiriga tushirsak pastga, demak 400, 300, 200 0 ga tushdi. Potentsiometr ishlayapti, hammasi joyida. Davom etamiz. Ana endi biz birinchi qiladigan ishimiz faqat birinchi ledni o'ziga dastur yozib olamiz. Undan keyin qolganiga ko'chiramiz. Tushunarlimi? Bo'ldi. Mana shu joyigacha tushunarli, oddiy, to'g'rimi? Faqat analog signal oldik, uni nima qildik? Shunchaki ekranga chiqardik. Endi keling komment bilan yozaman. 13-led holat 5 dan katta bo'lganda yoqilsin. Aks holda o'chsin. Mana shu ishni bajaramiz. Demak, 13-led holatning qiymati 5 dan katta bo'lganda yoqiladi, aks holda o'chiriladi. Buning uchun biz aytamiz, agar holat katta bo'lsa 5 dan nima deymiz? If ning ichiga, if ni ko'ryapsiz, if yozildi, oddiy qaus ochildi. Oddiy qausning ichida taqqoslash operatori ishlatyapmiz. Holat bu o'zgaruvchi, uning qiymatini 5 raqami bilan solishtiryapmiz. Agar holat bizga jo'natgan, ya'ni potentsiometr bizga jo'natgan xabar 5 sonidan, 5 raqamidan katta bo'lsa, digital right 13 high. Ya'ni bu yerda kodning ma'nosi shunaqaki, agar potentsiometr jo'natgan xabar 5 dan oshsa, bu true qaytaradi. Bundan bu yerdan true qaytganda mana bu kod ishga tushadi. Endi aks holda deganimiz bu else. Else ning ichiga esa o'chirish kodini yozib qo'yamiz. Bu yerda nima bo'ladi? Qachon o'chadi? Qachonki 5 dan kichik bo'lsa yoki 5 ga teng bo'lsa ham o'chadi. Faqatgina 5 dan katta bo'lsa, demak yonar ekan. Tushunarlimi? Bo'ldi. Mana shu kod birinchi ledimiz uchun yetarli. Tamom. Biz hozir mana shu kodni o'zini to'liqligicha kopiya qilib boshqa led uchun yozamiz. O'rtasini komment bilan ajrataman. 12-led. Shunchaki o'zim uchun. 12-led. Mana. Ko'rdingizmi? 12-ledga endi 5 dan katta emas, 102 dan katta bo'lsa deyman. Tushundingizmi? Va buni 12 qilaman. 12 qilaman. Ana endi pastga tushaman. Yana komment yozaman-da, 11-led deyman. Va 11-led uchun ham xuddi shu kodni takrorlayman. Endi u 102 ham emas, 204 bo'ladi. Ya'ni 102 ni qo'shib ketaveraman. To'g'rimi? 11 bo'ladi. Bu ham 11 bo'ladi. Demak, 204 dan oshsa 11-led yoqiladi. 204 dan kichik bo'lsa yoki teng bo'lsa 11-led o'chiriladi. Xuddi shu tarzda pastga qarab sanab ketaveramiz. 11, 10. Uzr. Komment yozsam yaxshi ajralar ekan. 10-led. Mana hamma joyga qarasangiz, mana 12-chi, qayerda 13 tugadi, 12 boshlandi. Qayerda 11 tugadi, 10 boshlandi. Bu komment biz uchun o'zimizga juda ham qulay. Endi buni qiymatini o'zgartiramiz. Bu 204 emas, 306, 11 emas, 10. To'g'rimi? 10. Keyingisi 9-led. 9-ledning chegarasi endi 306 ham emas,
8 bo'ladi. To'g'rimi? LED esa 9 bo'ladi. 9 bo'ladi. Xuddi shunaqa kommenti bilan ko'chiramiz, keling. Dasturchilar dangasa bo'ladi deydi-ku. Dangasalik qilyapmiz. 8-led 510 bo'ladi. Bu 8-led. 8. Xuddi shunday pastga tushamiz. Kommenti ham ko'chirdim-ku, kommenti bilan ko'chirdimmi? Endi 7-ledga chegara endi 510 emas, 612. 612. Bu endi nechinchi? 7-led bo'ladi. To'g'rimi? 7-led. Xo'p, yana kommenti bilan ko'chirdim. 6-led bo'ladi bu. Shunda 612 emas, 714 bo'ladi. Bu 6-led bo'ladi. 6-led va biz yana pastga tushamiz. 5-led bo'ladi keyingisi. Bir qarashda ko'p koddek qo'rqinchli tuyulishi mumkin. 816. Lekin aslida copy paste bo'lgan bo'ladi, to'g'rimi? 5-led. Mana bu ham 5-led. Mana shunga adashib ketmasangiz bo'ldi. Kodingiz osongina o'zi. Bitta if else ni copy qilib tashlaymiz. 4-led bo'ladi. Bu 1000. Nimagadir adashdikmi biz? Nimagadir adashdik. Xo'p, nimadir qolib ketmadimi orada? Qarang. 13-led bo'lsa, demak, 5 dan katta, 102 dan katta, 204 dan katta, xo'p, 306 dan katta, 408 dan katta, 510, 612, 714, 8, 9, 10, 11. To'g'ri kelyapmiz-a? To'g'ri kelyapmizmi? Demak 510 u yoqda 408. 102 qo'shyapmiz har safar. Topaman. Darrov 4 ga kelib qo'ydik deymi? Xo'p. Ana endi 918 qo'shamiz. Shunda bo'ladi shu bilan. Mana bu 4-pin bo'ladi faqat. Xo'p, dasturni yuboramiz. Buramiz. Qarang, qiymat o'zgargan sari. Natija esa quyidagicha. Qarang. Burib ko'ramiz. Mana qiymat o'zgarishini ham, demak, ledlarni yonishini ham ko'rishingiz mumkin. Qiymatimiz 1023, qani oxirgacha buraymiz. Qiymatimiz 1023 bo'lganda hamma ledlarimiz yonadi. Qiymat kamaygan sari ledlar ham kamayib boradi. Qiymatni oshiramiz sekin-sekin. Mana shu natijaga keldik.